Bu gal siz bilan hislarimizni ko'rib chiqamiz, kuzatishni o'rganamiz. Chunki hislarimizni hayotimizda tutgan o'rni juda ham katta va hislarimizni kim boshqarsa, bu shunga tengki hayotimizni ham shu holatlar yoki shu vaziyatlar yoki shu insonlar boshqaradi. Bizni hislarimiz odatda tashqi atrofimizga, bizni o'rab turgan olamga, bizni yaqinlarimizga, farzandimizga, oila a'zolarimizga bog'liq. Buni nimasi yaxshi emas? Hislarimizni nazoratini boshqalarga berib qo'yadigan bo'lsak, biz hech qachon o'zimizni hayotimizda bo'lmaymiz, o'zimizni hayotimizda yasha olmaymiz. Chunki siz bir quvonchli kunda, quvonchli holatda bo'lib turgan paytingiz, qaysidir yaqiningizni hayotida bir qiyinchilik bo'lib turgan bo'lsa, qaysidir yaqiningizni hayotida bir og'riqli holat bo'lib turgan bo'lsa, bu har qanaqasiga sizni quvonchli kuningizda shu quvonchdan maksimal darajada shu quvonchni his qilishingizga to'sqinlik qiladi. Bu yaqiningiz bilan bo'layotgan holat. Albatta, bizni yaqinlarimiz bilan bo'layotgan holat, bizni hayotimizda bo'layotgan boshqa vaziyatlar har bir his-tuyg'ularimizga ta'sir qila oladi. Buni juda qo'rqinchli yomon joyi yo'q.